qo'rqinchli taqdir. Taqdir qismat. O'zini tuta bilish chidamli. Hasratda qolmoq, hayron bo'lmoq. Lazzat, mamnun bo'lish, xursand. Kamsitish, qo'llash. Maqsad. Sezgi, tuyg'u, his. Sahiy, qo'rqish. His, tuyg'u. Do'stlik. Odat, o'rganish. Qiyin. Yengil. Yoqimli, dilbar. Yoqimli, dilbar. Asabiy, asabga tegmoq. Jonga tegadigan. Oxirgisi mug'ombirlik qilmoq. Mug'ombirlik ataladi. Jihod. Chimasmi? Ajoyib degan bo'ladi. Ta'rif? Keyingisi? Charchagan. Shumi? Charchagan. Maqtanchoq. Yopamiz. Qo'lni ahvoliga getiramiz yoki boshqa chiqaramiz. Maqtanchoq. Ayyor, maktab. Unda qanaqa odamlar sizlar? Ayyor bo'lmasalar, samimiy bo'lmasalar. Hasad qilish. Majbur qilish, zo'rlamoq. Haqoratlash, rashkchi, rashk. Qarash, nazar, nigoh. Sochlar. Azar, qahrat, jarohat, suv. Kechirim. Mayillik, nozik. Nafrat, nafratlanmoq. Kayfiyat. Xafa, ma'yus, ya'ni g'amgin, ma'yus, xafa. Hop, Ochko'z, ochko'z. Qanaqa o'zgartirgan? Katta o'rni bor, pastga, ochko'z. Ya'ni keyingi so'z? shafqatsiz, qahrli. Shafqatsiz, qo'lga tegsa. Xushmuomala. Nima? Kim xushmuomala? O'qituvchi? Bugun xushmuomala. Nima aytyapsiz? Xushmuomala. Keyingi so'zimiz? Xursand. Xursand. Kim bugun xursand? Ustoz. Talabalar mayli. Talabalar bugun xursand. Keyingi so'zimiz? Oq qaragan cho'chcha. Oq qaragan. Bu qanaqa rang? Oq. Oq qaragan cho'ch. Keyingisi? Kuchli. Ko'rib tushunmoqdalar. Kuchli. Keyingisi? Kuchsiz, ya'ni xolsiz, a? Xolsiz. Yaxshi. Keyingisi? Qorong'ulik. Qorong'ulik. Yaxshi. Keyingisi? Semiz. Semiz bor. Yana qanaqa semiz bor? Semiz bor. Semiz. Yaxshi. Keyingisi? Xulq, ya'ni fe'l-atvar bor. Juda pishqirmoq ichkariga kiradi. Keyingisi? Olijanob. Ziyod. Keyingisi? Ozg'in. Ozg'in. Ozg'in yoki ozg'in. 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 Keyingisi? Keyingi so'zimiz? Ko'rinish, tashqi. Ko'rish, ya'ni ko'rsatkich barmoqda yuzimiz atrofini aylantiradi. Ko'rish. Ovoz. Keyingisi ovoz, ya'ni ovozni qayerdan chiqaradi? Yaxshi. Keyingi so'zimiz qo'l qaysi holatda? Hot, ya'ni ko'rinish ko'rsatiladi. Keyingisi jingalak. Bu ham sochning jingalak holati ko'rsatiladi. Yaxshi. Keyingisi kuchuk burun. Ya'ni burunni kuchuk qilamiz. Yaxshi. Kar. Kar. Yaxshi. Keyingisi yuzning qizarganligi. Qizargan yuz. Qizargan yuz.
tashqariga yuz. Yaxshi, keyingisi mallarang. Mana qaysi taraf bu? Bir tarafga yaxshi. Keyingisi yorug'lik. Qarang, yorug'lik. Do'stlik. O'zi bir shisha sinsa aslo aslo tuzalmas. Do'stlik Unutma inson. Dunyolarga kitobda shunday ko'rsatilganda kitobdagi ko'rinishi taktika tushgan. Rahmat. Zo'r. To'g'rimi cho'l ko'rsatilishi? Kumli maydon bo'ldi. Joyni aralashtirmaymiz. Yaxshi. Orolni o'ziga tushgan. Zo'r, gap yo'q. Aha. Yomg'ir qanaqa ko'rsatadi? Yomg'ir yog'ishi. Yaxshi keling. Tak bulutni aytasiz. Bulut. Bulut yaxshi. Bulut oldimizda yo'qda, bulut. Ko'z oldimizda yo'qda. Yaxshi. Yo'q, endi bulutni oldimizga o'xshab turmaymiz. Keyingisi Ch qanaqa ko'rsatlarda? Ha, Ch. Ichkariga. Q. Chaqmoqni imon shurasi? Osmon. Imon shurasi qanaqa ko'rsatadi? Ha, tepa, ya'ni osmon ko'rsatadimi? Osmon ko'rsatadi. Osmon ko'rsatiladi. Yaxshi, keyingisi keling. Yaxshi. Imon shurasi daraxt. Yaxshi. Tak, muz aytdik, oy. Tashqariga, tashqariga. Yaxshi. Imon shurasi qanaqa ko'rsatiladi? Ya'ni ko'rinish, ya'ni shakli chiziladi. Yaxshi. Ostona o'tiring, ha? Xo'p, men bu imon shurasini ko'rsataman. Tashqina. Ha? Dashda, yaxshi. Keyingi so'zimiz qarang. Mayli, tosh ko'rsat. Tosh, yaxshi. Tosh, yaxshi. Hop, keyingi so'zimiz mana. Ma, ochiladi. Endi ochiladi. Qum qanaqa ko'rsatiladi? Qum, ya'ni sepilish ma'nosida. Yaxshi. Keyingisi? Aha, endi buni imon shurasi? Yordam beramiz. Yomg'ir bu. Yordam beramiz. Qanaqa edi bu? Yo'losh, tomog'i. Rahmat. Endi imon shurasi. Okay.
okean va dengiz imovachasi bir xil ko'rsatiladimi? Xo'p, bir xil ko'rsatiladi. Uchala ko'rsating menga. To'lqin zimon, ya'ni to'lqin harakat ko'rsatadi. Yaxshi, bu so'zni ta'kidlab menga. Aha, nima so'z? Muz. Endi buni imovachasini ko'rsating menga. Aha. Ning. Hovlining Tonka. Tonka.